Oltiariqlik nuroniylarda necha yillik orzusi bulturgi 25-yilda amalga oshdi. Shu kunga qadar nuroniylar maskani yo'q edi. Tumanda harakat qildik. Avvalo yurtboshimizda juda bir yaxshi tashabbusli budjet loyihasi asosida nuroniylar g'olib chiqib yutib oldik. 1,360,000,000 so'm mablag'ni evaziga mana shu binolar qad ko'tardi, nuroniylarimizga tuhfa etildi. Qarang, bu albatta bu binoni barpo bo'lishiga avvalo viloyat hokimi, tumanimiz hokimlari juda bir yaqindan yordam berishdi. Joylarda juda bir ajoyib joydan joy ajratib berishdi. Mana ko'rsangiz, hamma sharoitlar yaratilgan. Nuroniylarimizni dam olishlari uchun, sport bilan shug'ullanishlari uchun hamma qulayliklar mavjud. Yana bir biz niyat qilgan edik, shu niyatni amalga oshirdik. Shu nuroniylar maskanimizda juda ixcham tarzda qilingan tumanimizda tarixini aks ettiruvchi mana xonani tashkil qilib qo'ydik. Bu joyda mana shu tumanda tashkil etilishidan boshlab hozirgiga qadar faoliyat ko'rsatgan rahbarlar, Oltiariqdan yetishib chiqqan olim, fozilu san'at darg'alari, davlat arboblari hammasi mana sohalar bo'yicha ko'rsatib o'tilgan. Bu bitta muzeyda kichkinagina bir namunasi desa bo'ladi Oltiariq tarixini. Albatta bu o'z-o'zidan bo'lgani yo'q, juda katta izlanish, juda katta mehnat sarflandi. Bu joyda qilishdan maqsad avvalo har bir kishi har bir nima o'zi tug'ilib o'sgan zaminni tarixini bilish kerak. Avlod ajdodlarini bilish kerak. Mana shu joyda qilib qo'ydik. Hozir kunda gavjum, kunda kelib mana yoshlarimiz, katta yoshlar ham, hamma insonlar kelib, fuqarolarimiz kelib juda katta taassurotlar bilan ketishyapti. Mana shu yerda tashkil qilib qo'yganligimizni yana bitta nimasi, butun katta kichik o'ziga yarasha yig'inlar shu yerda o'tyapti. Mana ajrimlarni olish bu nuroniylarimiz tashabbuslari bilan ajrimlarni oldini olish bo'yicha alohida shug'ullandi. Juda katta natija berdi. Yil davomida bulturga nisbatan ancha kamaydi ajrimlar soni. Qisqasi, avvalo nuroniylarimizga sharoit yaratildi. Qolaversa juda katta ma'naviy, ma'rifiy targ'ibot markaziga aylanib qoldi.